Ayni kunlarda Moskvada bir vaqtning o'zida ikkita yirik tadbir bo'lib o'tmoqda. 6-chi xalqaro yengil sanoat hamda 17-chi xalqaro mato va to'qimachilik ko'rgazmalari. Ularda O'zbekiston delegatsiyasi ham o'z mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Jarayonlarni bevosita kuzatib borayotgan ijodiy jamoamiz tafsilotlar bilan o'rtoqlashadi. Jahonda to'qimachilik tarmog'iga eksport ulushi yuqori va bandlik masalasi yetakchi soha sifatida qaraladi. O'zimizda ham shunaqa. Masalan, bugun mamlakatimizdagi tekstil korxonalarida qariyb 450 mingga yaqin fuqaro ishlaydi. Sohaning eksportdagi ulushi esa deyarli 15% ni tashkil qiladi. Lekin bu yetarli emas, foydalanilmagan imkoniyatlar talaygina. Oldimizda esa 4 milliard dollarlik eksportni amalga oshirish kabi katta maqsad turibdi. Xo'sh, bu maqsadga qanaqa erishiladi? Albatta, eksport geografiyasini kengaytirib, yangi xaridorlar topish orqali. Moskva shahrida bo'lib o'tayotgan Intertikan 2025 bahor 17-chi mato va to'qimachilik materiallari xalqaro ko'rgazmasi esa bu yo'ldagi muhim qadam bo'ladi. 70 ta basketbol maydoniga teng hududli markazda 800 dan ortiq yetakchi ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etyapti. Ekspozitsiyaning 176 kvadrat metrlik pavilyonida esa o'zimizning Made in Uzbekistan yorlig'i ostidagi mahsulotlar namoyish qilinmoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan topshiriq berilgan, ya'ni bu yil tekstil eksportini O'zbekistonda 4 milliard dollarga yetkazish bu albatta oson ish emas, lekin analiz qilib chiqqanimizda bajarsa bo'ladigan ishlar. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan belgisi ostidagi ko'rgazmani bu yil davlatimiz to'liq subsidiyalayapti. Ya'ni bu bilan davlatimiz xoh katta korxonalar bo'lsin, xoh kichik korxonalar bo'lsin, farqi yo'q. Kelinglar, ya'ni o'zinglarni ko'rsatinglar, o'zinglarning mahsulotlaringizni ko'rsatinglar deb marketingni yaxshilash ma'nosida yaxshi ish qilindi. O'zbekiston haqida mana shu bitta stendga kelib, katta stendga kelib to'liq ma'lumot, ya'ni kimga ip kerak, kimga mato kerak, kimga boshqa narsa kerak, bitta joyda kelgan mehmonlar ishini hal qilib ketyapti va albatta bu ular uchun ham qulay, biz uchun ham juda ham qulay va ayni onda bir-birimiz bilan ham bir tajriba almashib turibmiz. O'ylaymanki, kelajakda ham amalga oshiriladi va kichik korxonalarning ham rivojlanishiga juda katta turtki bo'ladi. Rossiyadagi to'qimachilik sanoatiga ixtisoslashgan eng yirik ko'rgazmada bu gal 25 dan ortiq O'zbekistonning yetakchi to'qimachilik korxonalari qatnashyapti. Tadbirning ilk kunidanoq har qaysi o'zbek korxonasi stendiga qaramang, potensial hamkorlar va mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatilayotganini ko'rasiz. Qancha hamkor orttira oldingiz? Hali sanaganimiz yo'q. Menimcha 5-6 ta bo'ldi. Mana ko'ryapsiz, hozir mana Rossiyadan mana sifatni olib keldi. Mana sifatni, mana bizning sifatni taqqosladik. Hozir 2 minut oldin sifat jihatidan biz ulardan ustunroq ekanligimizni tan oldi. Hozir biz bilan shartnoma tuzishga qo'l siqib ketdi. Oldin tekstil faqat Turkiya, Siriya yo bo'lmasa Xitoy deyilardi. Hozir O'zbekiston bemalol Turkiya bilan, Hindistonni o'zi orqada qoldirdi desak ham bo'ladi. Xitoy bilan raqobat qila oladi bemalol. Sifat jihatidan mana prezidentimizga katta o'zimizga tashakkurlarni bildiramiz. Sababi bu mana shunaqangi ko'rgazmalarni tashkil qilib berishda. Ko'rgazmalar bilasizlar ancha katta mablag' talab qiladigan narsa. Мы работаем давно с Узбекистаном. O'zbekiston bilan qariyb 15 yildan beri hamkorlik qilamiz. Biz matolar uchun bo'yoqlar ishlab chiqaramiz. Toshkentda bo'lib o'tgan mato sanoati ko'rgazmasida ham ishtirok etgan edik. O'zbekistonda ko'plab hamkorlarimiz mavjud. Bundan bir necha yil avval O'zbekiston prezidenti mato sanoatini rivojlantirish uchun afzalliklar beruvchi juda muvaffaqiyatli dastur joriy etdi. Ushbu dastur sohani yuqori darajaga ko'tarishga yordam berdi deb o'ylayman. Albatta, bu klasterlar O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bu kabi ko'rgazmalar doim hamkorlikka, yangi tanishuvlarga va kelgusida rivojlanish uchun katta imkoniyatlar taqdim etadi. Dunyo tekstil bozorida bugun raqobat kuchli, biroq milliy to'qimachilik mahsulotlarimizga istalgan davlatdan xaridor topiladi. Hatto sohaning yetakchilari hisoblangan Hind, Xitoy va Turkiyadan ham. Uzbekistan can easily compete with India and China and Turkey. O'zbekiston to'qimachilik sohasida Hindiston, Xitoy va Turkiya bilan bemalol raqobatlasha oladi. Men bir ko'rishdanoq mahsulotning sifatini bilaman. Hozir o'zbek hamkasblarimiz bilan muloqot qildik. Meni qiziqtirgan jihati narxlarning ancha arzonligi, chunki mahsulotlarning sifatiga qaraganda narxi juda yaxshi. Bu esa menda O'zbekiston bilan sheriklik qilish xohishini uyg'otdi. Mamlakatingiz ajoyib bozorlardan. You will have a very big market. Ko'rgazma boshlandi, to'g'ri, mana kelyapti klientlarimiz hozir. Gaplashamiz, endi hamkorlikni boshlang'ich bosqichda ko'ramiz, endi keyin hozir mana rang kartelalar berdik. Aynan nimalarga qiziqishyapsiz? Bizni asosiy ishlab chiqaradigan mahsulotimiz ip bo'lgani uchun ipga qiziqyapti, mana bo'yalgan ip. Ushbu ko'rgazma nafaqat yangi bozor topish, balki tajriba va bilim almashish, tarmoqdagi eng so'nggi tendensiyalar bilan tanishish va dolzarb masalalarni muhokama qilishi bilan ham ahamiyatli. Dilnoza Berdiyeva, Mirjalol Mirjalolov, Axborot 24 dasturi uchun Moskva shahridan.